Assalomu alaykum. Kecha Saudiya Arabistonida ajoyib sud bo'ldi. Ikki aka-uka onasini talashib sudlashdi. Qiziq gapi. Onani birga yashashini istab aka-uka sudlashdi. Meros talashib emas, uy-joy talashib emas, yoki boshqa narsalar ilinjida emas, onasini talashdiki, man qarayman deyam. Katta o'g'il yo'q, man qarayman, kichigi man qarayman. Onadan so'rashdi, ona qaysi biringizni tanlasam ham ikkalangiz ikki ko'zimsiz dedi. Farzandim siz dedi. Alal xusus sud qaror chiqardi, kichik o'g'ilga qoldirdi. Katta o'g'il yig'layapti. Alloh mendan barakotimni oldi.